Assalomu alaykum hammaga, Murxasibov kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan obunachilarimdan bittaligidan kelgan savol, ya'ni nimaga men ingliz tilini aynan Amerikadagi ayollarga ko'proq o'tishni ma'qul ko'rganman va ya'ni target, ya'ni asosiy maqsadim sifatida ularni qaratib olganman. Bunga bir nechta sabablar bor. Bulardan bittasi bu aynan soliq bilan bog'liq va pulni qabul qilib olish bilan bog'liq. Bu nima degani? Misol uchun men Amerikada yashayman va men O'zbekistonda hech qanaqa o'zini band qilish va soliq anaqalaridan misol uchun ro'yxatda turmayman-da. Va men o'zimda kartam bor, lekin u kartaga misol uchun doimiy qanaqadir katta summada pul tushishi bu o'ziga yarasha misol uchun savol-javoblarga sabab bo'ladi va men u yoqqa baribir tez borib tura olmayman va shu jihatdan menga biroz noqulaylik qiladi. O'zbekistonda men o'zim pulimni saqlashim yokida aynan O'zbekistonda misol uchun soliq to'lamasdan daromad qilishim, chunki bu baribir ham blogerligimga bog'liq, ham dars o'tishimga bog'liq. Juda ham e'tiborli bo'lishim kerak, chunki biron bir davlatda kartangiz bo'lib, biron bir davlatda sizga yetarlicha misol uchun aytaylik daromad qiladigan bo'lsangiz, o'sha davlatni baribir hisobida, misol uchun, chunki siz kartam O'zbekistonda bo'lgandan keyin agar o'z kartamga tushadigan bo'lsa, misol uchun O'zbekiston hisobida bo'ladi, O'zbekistonni xizmatlaridan foydalanaman va bu narsani misol uchun nima bo'ladi, tekinxo'rlik qilib soliq to'lamasdan undan foydalanish bu noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun menga aynan Amerikadagilarga dars o'tishim qulayroq, pulni olish va soliq to'lash jihatidan. Endi demak, asosiy sabab shu. Ikkinchi sabab nimaga? Ikkinchi sabab bu vaqt. Misol uchun vaqtimiz to'g'ri kelishi. O'zbekistondagi misol uchun o'quvchilarim, O'zbekistonda ham dars o'tib ko'rganman, lekin qiynalganman to'g'risini aytsam, chunki O'zbekistonda 9 soat farq qiladi. 9 soat farq qiladi degani men misol uchun vaqtimni shunga, ya'ni kunimni shunga to'g'irlashim kerak va ko'p holatda bu narsa bizda tunga to'g'ri kelib qolgan, misol uchun, va bu narsa meni misol uchun aytaylik ozgina noqulay holatlarga tushirib qo'ygan. Uxlab qolishlar baribir, chunki odam charchaydi, vaqtlarni adashtirib yuborish, shunaqa holatlar sabab ozgina dars o'tishim qiyin bo'lgan. O'shaning uchun O'zbekistondagi o'quvchilarga dars o'tmayman ko'p holatda. Vaqt sababi. Endi yana bitta sabab, uchinchi sabab bu nimaga Amerikadagilarga ko'proq e'tiborimni qarataman deydigan bo'lsam, bu asosiy sabablardan yana bittasi, ya'ni 3 ta sabab bo'lsa, 3 ta sabab aytadigan bo'lsam, demak uchinchi sababim aynan nimaga Amerikadagilarga ko'proq dars o'taman, Amerikadagi aynan onajonlarga ko'proq yana dars o'taman. Bu bitta sababi, men o'zim homeschooling qilib farzandimga uyda ta'lim berganim uchun, ya'ni baribir xohlasangiz xohlamasangiz maktabga bersangiz bermasangiz bolangizga dars qildirishingiz kerak. Shu jihatdan onalar bilishi uchun. Va yana bitta sababi bu aynan Amerikadagi onalarga dars o'tishimiz sababi nima desam bo'ladi, bizga ko'proq Amerikada yashaydiganlarga ko'proq baribir speaking ham muhimda, juda ham muhim speaking. Va biz aynan nima deydi, IELTSga, TOEFLga yoki yana qanaqadir davlat imtihonlariga tayyorlanmaymiz. Va bu narsa bizga qaysidir ma'noda unaqa kerak emas. Bizga asosan kundalik hayotda gaplashish, kundalikda o'zimizni muammolarimizni hal qilish va kundalikda muloqot qila olishimiz uchun kerak ingliz tili. Va lekin shu narsaga e'tiborli bo'lish kerakki, O'zbekistonda baribir ko'p holatda ko'p uchebni sentrlar, ya'ni o'quv markazlari va ko'p o'qituvchilar, O'zbekistondagi o'qituvchilar yoki O'zbekistonga orientir qiladigan, ya'ni O'zbekistonga moslashadigan o'qituvchilarning ko'p qismi aynan biron bir imtihonga tayyorlashadi. Misol uchun aytaylik, IELTS imtihonlariga, TOEFLga va shunga o'xshash misol uchun imtihonlarga tayyorlashadi. Misol uchun vazirlikning imtihonlari bo'ladi. O'sha vazirlik imtihonlariga tayyorlashadi. To'g'ri, albatta bu ham yaxshi, lekin bizga qaysidir ma'noda ko'proq Amerikada yashaydiganlarga muloqot jihatidan va aynan kundalikda ishlatiladigan gaplar ko'proq kerak bo'lgani uchun men aynan Amerikadagi onajonlarni o'zimga nima bo'ladi, maqsad qilib olganman. O'zimga asosiy nima bo'ladi, auditoriya qilib olganman, chunki aynan ular bilan ishlash menga demak pul jihatdan, pulni qabul qilib olish jihatdan, vaqt jihatidan va aynan dars o'tish uslubim jihatdan to'g'ri keladi. Chunki men juda ham qanaqadir imtihonlarga tayyorlab, ularni zeriktirib borib emas, balki kundalik hayotdagi mavzular bilan, kundalikdagi
bo'ladigan muammolar bilan dars o'tishga o'rganganman va meni o'zimga ham bunaqa dars o'tish uslubi yoqadi ko'proq. Shuning uchun aynan ularga ko'proq e'tiborimni qaratganman. Lekin bu degani boshqa O'zbekistondagilarga yokida boshqalarga dars o'tishni xohlamayman degani emas, shunchaki bu narsa menga nima desa bo'ladi. Shu 3 ta sababdan, qulaylik jihatidan, ya'ni ko'proq qulaylik jihatidan, boshdagi 2 ta sabab qulayligi jihatidan ko'proq nima deydi, menga aynan to'g'ri keladi Amerikada bo'ladigan bo'lishsa. Endi aytganimdek, mabodo misol uchun O'zbekistondagilarga o'tishga to'g'ri keladigan bo'lsa, O'zbekistonda misol uchun dars topish qiyin emas, muammo emas. O'zbekistonda ustozlar juda ham ko'p, o'quv markazlari juda ham ko'p. Xohlasangiz onlayn, xohlasangiz borib o'qish imkoniyatlari bor va bu narsani misol uchun aytaylik, aynan Amerikadagi kimdirga qaratish shart emas. Bu jihatdan aytgandek, pul jihatidan ham ancha farq qiladi. Misol uchun to'lovlar jihatidan, narx jihatidan anchagina farq qiladi va qulaylik jihatdan ham menimcha ularga ko'proq O'zbekistondagilarga, ya'ni ko'proq O'zbekistondagi o'qituvchilar bo'lgani ko'proq to'g'ri keladi va qulayroq bo'ladi. Misol uchun xohlashsa borib o'qishligi mumkin bo'ladi. Onlayn bo'ladigan holat bo'lsa ham mabodo nisbatan misol uchun ularga to'lov jihatidan ham, vaqt jihatidan ham, shu bilan birga dars o'tilish uslubi jihatidan ham ularga ko'proq to'g'ri keladi. Chunki ular demak o'rganayotgan bo'lsa, O'zbekistonda o'rganayotgan bo'lsa va aytaylik, ona sifatida farzandlari uchun o'rganayotgan bo'lsa, O'zbekistonning sistemasidagi ingliz tilini o'rganishligi kerak bo'ladi va ularga ko'proq aynan grammatika bilan kerak bo'ladi. Farzandlariga ham grammatikadagi ozgina qiyinchiliklarda, mashqlarda yordam berish uchun. Keyin aytganimdek, ularga qanaqadir muammo emas, bemalol O'zbekistonda o'zingizga o'quv markazini yoki o'qituvchilarni topish muammo emas va bemalol borib o'qishingiz ham mumkin bo'ladi. Shuning uchun asosiy e'tiborimni aynan Amerikadagi o'zbek onajonlariga qaratganman. Dars berish uslubi menga to'g'ri kelgani va boshqa qulayliklar jihatidan. Agar yana qanaqadir shunaqa nima desa bo'ladi, shaxsiy holatdagi qarorlarimga nisbatan savollaringiz bo'lsa yozinglar, yoki ingliz tili bo'yicha qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa yozinglar. Javob berishga harakat qilaman inshaalloh va sizlarga qanaqadir foydali ma'lumotlarni bo'lishib borishdan juda ham xursandman. Menga obuna bo'lib oling albatta. Kanalimdan kitoblar haqida haqiqiy odzivlarni, fikrimni, shu bilan birga shu Amerika hayoti haqida haqiqatlarni bilishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi mavzuyimiz shu kichkinagina qisqa bo'lindi. Nega Amerikadagi o'zbek onajonlarini ingliz tili darslarimga student sifatida tanlab olganim haqida edi. Sizga rahmat kattakon.